Bu videolarimiz faqatgina 18+ uchun. Ya'ni ko'proq ayollar uchun. Videolarimiz kimdir mana turmushga uylanayotgan yigit bolalarga ham qiziq bo'lsa, bemalol ko'rishligi mumkin. Lekin bu strogo o'sha yosh bolalardan telefonni olib qo'yinglar deb aytamiz, chunki bu yerda yo'q, bu yoqda bor. Sizni gapingizga qo'shimcha qilaman. Buni savodsiz odam aytadi. Chunki Instagram, Telegram, YouTube hamma narsa biz odamlardan ko'ra aqlliroq. Masalan, men Vine ko'radigan odam bo'lsa, mendan salonchining videosi hech qachon chiqmaydi. Men seks ko'radigan odam bo'lsa, meni oldimdan qo'shiqchilarning hayoti hech qachon chiqmaydi. Masalan, meni onam Instagramda hamma zvezdalarning hayotida nima bo'layotganini biladi. Lekin men nimaga ularni hech qaysini ko'rmayman. Kuzatmaysizda? Demak, Instagram faqat sizga qiziq bo'lgan temalarni chiqaradi. Bolani qo'liga telefon berayotgan otani o'zi birinchidan to'g'ri. Ikkinchidan o'zlari shu pornoni ichida yotadilar, o'zlari kuzatadilar hamma narsani.